Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. 3 o'g'lon, ya'ni eshik romlarida haqiqiy erkagini topib qo'yganman. Jigarlar, narx bo'yicha ham arzon, sifat bo'yicha yaxshi, hamyonbop hamda nima deymiz? Vibir tanlov juda ham ko'p. Xohlasalaring jigarrang, xohlasalaring oq, hammasidan. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asmon kelinka, solingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Solingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Kelinka. Olasizlarmi? Xush kelibsiz. Xudo kuch-quvvat bersin. Rahmat aka. Qanaqa bo'lyapti endi narx-navolar? Hali video olganimizga ham ancha bo'lib qoldi. Bo'ldi. Skitka bonuslari bormi endi obunachilar? Bo'ldi qirolim. Tovarlarda originalini hech kimda yo'q deb kelib qo'ydim. Xalqim mazza qilsin degan odamman, bilasiz. Do'kon nomi ham 3 o'g'lon. 3 o'g'londa eng karanda eng sheplari bo'ladi. Buni hamma klientlarim biladi. Shepini olaman, zo'rini olaman, mahallada shuv bo'laman degan odam yonimga kelaveradi. Unga muammo yo'q. Chetdan boshladik qirol. 120 ga 160. Optimda uzil kesil yagonasi. Buni narxini 620-630 e'lon qilganman do'stim. Hozir siz keldingiz, sizni hurmatingizdan xalqimga tiniq 600 mingdan beraman. Bitta ko'rsatsak maylimi? Albatta. Qaranglar akalar. Profillari uzil kesil original. Haligi bijir-bijirlari bor edan mana. Eshiklarimga rasa tushadi. Yog'ochga o'xshaganidan. Mana shu yerda 130 ga 150, 160, 170 mingga unga ahamiyati yo'q. 730 ming e'lon qilganman. Siz keldingiz, 7 dan biri Xizr. 700 mingdan olaveradi qirol. Gap bo'lish. Mana bu yerda 140 ga 170 razmerlarim bor hoji. Buni narxi esingizda bo'lsa 800 ming deganman. Hurmatingiz bor, 780 mingdan tanlab olaveradi. Eng qirolini, eng shepini olaman degan uchog'onga keladi. Nima bitta aka? Xudo xolasa. Yana bitta narsa. Ha, hoji aka. O'tgan safar ikkita rom olganga degansiz, bitta pena beraman deyapsiz. Ha, yo'q, ikkita pena olganga bitta qo'shib beraman deganman. Ha, ikkita pena olganga bitta pensamning narxi 80 ming. Ikkita olsa bittasini podarkaga qo'shib beraman. Qulluq o'siniga qirolim. Meni qo'shnilarim kelishganda o'sha aytganisini haligi bonusda olib. Albatta, bonusim har doim bo'ladi. Rahmat dedi haligi narxini beribmiz dedi, indamay qo'ydi. Keyin haligi ustalar o'zlari ko'rdimsan, bittasini qaytarib berdi dedi. Beradi. Zo'r bo'ldi deyapti. Aka 150 ga 160. Gap yo'q. 150 ga 170. Aka, bularning ham narxi 780 mingdan aka. Optimda uzil kesil yagona. Turgan joyimdan 20 kilometr to'rt tomonda oqtaradi. Bitta romimdan topganiga bittasini podarkaga beraman. Mana yosh bolalar dod bo'ryapti. O'zingiz yaxshimi qirolim? Omadingiz bersin. Divoyna aynak aka. Ya'ni dorilangan. Issiq, yozi salqin. Salqin. Tellamaydi, boshqa qilmaydi. Tellamaydi. Agar bitta ustaga bersam deb ko'rmagan ekan zo'rdi. Olib qo'yaman deb, shuni qo'ysa shirri devorsa ilon bor ekan, tashvariy nasindirib qo'ydi qilib. Egalantirib qo'ydi, dorlatib qo'yganman. Dorlangan gap yo'q. Omadingiz bersin. Mana shu yerda aka hamyonboplari bu ichkarida yana. Mana bu yerda borda, qarang. 180 ga 160, 180 ga 170. Buning narxlari mana 1 million 200 ming berib turdim. 1 million 100 mingdan olaveradi hoji. Bemalol rom qilsa ham bo'laveradi bular. Rom ikkitadan ochilishi bor. Original optimda uzil kesil yagonasi hoji. Qulluq o'singa odam topsa bo'ldi. Qolgani mendan. 10 metr, 12 metr yoki 8 metr bo'lgan romlarni 1 million so'mdan balandga qilgizyapti. Qilgizyapti hoji. Misol 10 metrligiga mana shundan 3 ta 4 ta oladigan bo'lsa, arzon tushadi. Muammo olmaydi. Mana shu yerda ko'rsatib qo'yaylik qirol. 2 metrga mana shu yerda 170 im bor. 2 metrga 160 im bor. Optimda uzil kesil yagona, ranglari ham eshigimga rasa tushadi. Qirol 1 million 250 ming e'lon qilganman. Xudo xolasa kelib qoldik, siz 1 million 200 mingdan olaveradi aka. 50 ming o'tib berasiz bittasi. O'taman, skitka qilaman. Siz bilasiz, har kelganimda skitka qilaman. Xalqim mazza qilsin degan odamman. Skitka bor a? Albatta, mana penalarimni ko'rsatib qo'ying qirolim. Ikkita olasiz, uchinchisi tekin aka. Mana penalarim 1 kiloli. Mana o'z yozib ham qo'ygan qirol, mana 1 kiloli, ha? Mana 80 mingdan narxi. Ikkita olgan odamga bittasini podarkaga beraman. 2 plus 1. Yordam bo'lsin. 3 o'g'londa doimo mehribonlik biz 3 o'g'londan chiqqan. Xalq 3 o'g'lon kelsa xursand bo'lib ketadi xolos qirolim. Inshaalloh. Bu yerda keyin padagonliklar ham bor. Padagonliklar bor. Ma'lumotini beraveramiz padagonliklarga. 35ligi 70 ming, 40ligi 80 ming bo'yida. 35ligini 60 mingdan, 40ligini 70 mingdan olaveradi hoji. 10 ming so'm arzon. Mana shu yerda bitta narsani ko'rsatib qo'yaylik hoji. Mana 170 ga 170 im bor hoji. Mana buni narxi 950 ming edi.
850 ming olaveradi hoji. Hozirgi kunda Skidka. juda moda bo'lyapti. Katta romlar qo'yish. Katta. Yorug'lik nuri yaxshi o'tkazadi, havo yaxshi. Charog'on bo'ladi, qirolim. Zo'rini olaman, shepini olaman desa muammo yo'q. Mana shu yerda eshiklarimni qizil tugatib olaylik, qirolim. Bo'laveradi. Mana shu yerda 1.1220, 1.1230, 1.1220 alyumin. Original 4.5 profil. Zo'r. Burchaklari alyumindan, plastmassa emas. Ishlab chiqarish o'zimizda. 3 o'g'londa eng karanda eng qirollari bo'ladi, qirolim. Bularning narxini 1.260 mingga tushirdim hozir. Gap yo'q. 1.300 ming e'lon qildim, 280 minggacha berib turdim. 1.260 mingdan tanlab olaveradi. 1.20 ga 1.240 farqi yo'q. Mana 90 ga 2.20 dan 90 ga 2.40 gacha. Bir kanallar 840 mingdan olaveradi hozir. Muammo joyi yo'q. Shepini zo'rini olaman desa bo'ldi. 80lar. Mana talavardi xalqimni qarang, 70 ga 180 dan 90 ga 2 gacha. Shokoladin rayimiz 660 ming jup nomer, qarang. Shunga tushirib qo'ydim qirol. Mana bu yerda hammom eshiklarimda oqidan boshlaylik do'stim. Azizbek mana qarang. 80 ga 180, 80 ga 2, 80 ga 190, 60 ga 180 dan 90 ga 2 gacha. Narxi hammasi narxi bir xilda hali. 500 ming so'm. Maktabda qo'ymagan bahoni o'zim qo'yaman. Qirol 5 a'lochi bo'ladi. Eng shepi. Mana bu yerda bor 90 ga 2 ko'ryapsizmi? Shu ham 500 ming so'm. 500 ming. Maktab bor 90 ga 210, 80 ga 210larim bor. Bularning narxini 600 ming so'mdan beraman hozir. Optimga-da. Zo'r. Men o'zi sizdan bitta hammom uchun eshik olganman. 2 yil bo'ldi. Kimdirlar aytayapti-da, 1 oy, 2 oyda ishlab charchaydi, osilib qoladi. Xudoga shukr, sharmandaqiga uyaltirga yo'q, mana shunaqa hammom eshik. Nech pulga beruvdingiz adashmasam? Unda jini qimmatroq edi do'stim. 550, 570 gacha e'lon qilganman. Arzon bo'lib ketdi. Arzon bo'ldi, 500 dan beryapman. Chunki eskilar gapi bor. Yong'oqda ham boy yong'oq bor, tosh yong'oq bor deydi. Endi 3 o'g'lon, do'kon nomi o'g'il bolalar, do'konda bo'lgandan keyin o'g'ilcha tovar menda bo'ladi, qirolim. Keyin qaranglar. Burchaklarida alyuminlar. Bu hech yoqqa tashamaydi. 4.5 profil. 4 bo'ladi, 3-7si bo'ladi. 3 o'g'londa eng karanda, eng qiroli bo'ladi. Buni hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. Ustiga chiqib, haligi halinchalar uchmasalaring bo'ldi. Atido karanda ishlaydi. Eshikmi, eshik sifatida foydalanadi. 1 yil ekil olganlar yana qaytib kelishib, nariga o'g'liga o'ylaymansa meni qilyapti. Qirolim sifatida foydalansin. Mana ko'rpa-to'shak taxlamaydi, to'g'rimi? 80 ga 220 dan 90 ga 240 gacha. Mana shu gacha. Mana shu joygacha. Oqa 660 ming so'mdan olaveradi shu. Tepasida framugasi bo'lsa bo'ldi. Mana bu yerda romlarim kelib qoldi mana. 140 ga 170. Bular endi eng arzoni. Haligi jigaranga qaraganda ham arzon, oq arzonroq bo'ladi. Osmonimizni rangidan musaffo rang. Qarang. 140 ga 170, 150 ga 170. Bularning narxini yo'lida qilib beraman. 600 mingga tushirdim. Siz keldingiz 580 mingdan tanlab olaveradi. Vohada ham keladigan, misol voha bori, vodiy uzoq ekan-u, lekin arzon ekan, boraman deydigan bo'lsa. Deb qilishyapti. Men ham yo'l kirasini ko'tarsam muammo yo'q. Mana 150 ga 150. 580 ming e'lon qilganman. 550 mingdan olaveradi. Gap yo'q. 150 ga 160, 150 ga 170 bular bari 580 dan ketdi. Mana shu yerda 130 ga 170 im bor qirolim. 130 ga 160, 50, 130 ga 140 uni menga ahamiyati yo'q qirolim. Siz kelib qoldingiz 500 mingdan olaveradi qirolim. Zo'r. Skidka qilib, qo'sh qanotlarim keldi. Uy qurish ham arzonmi? Arzonmi? Uy qilish oson emas qirolim. Olganda zo'rini olib, ne qilib foydalansa biz o'shanga xursand odamlarmiz. 110 ga 1 ga 220, 110 ga 220, 230, 240 qiziqtirmaydi. 120 ga 240 gacha narxini. Siz kelib qoldingiz 1 million 20 deb 1 millionni olishaveradi. Mana shu ham 1 million. 1 million. Farqi yo'q menga. Xalqim mazza qilsin degan odamman qirol. Tushunarli. Mana shuni misol bitta ustaga yasaydigan bo'lsa 2 milliondan ko'p pulini oladi. Aniq. Bitta nimasini 1 million 200 ming deyapti 90ligini. Qirol buni qarang. 90 ga mana romlam kelib qoldi. 2 metr 1.60 gacha bo'lgan. 90 ga 1.40 dan boshlanadi. 1.20 ga 1.60 gacha hojat 400 mingdan olaveradi. Mana shularım ham 400 ming hojat mana qarang. Ko'rsatib qo'ying xalqimga. 1.20 ga 1.60, ha mana turibdi. 1.20 ga 1.50, 1.20 ga 1.40 menga uni farqi yo'q. Mana shu yerda 400 ming so'mdan. 400 ming so'mdan. Mana shu yerda bor 1.20 ga 1.70 im bor. Uni narxini 450 ming qilib beraman. Mana shu ham mana 500 ming narxi. 400 ming so'm. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli. Nazar qilaman. Xonadonimga o'tkazib birakallar go'sht yelib ustalar yaxshi baqaman degan odam shetdaman, xudo xolasa, behijolat kelaveradi. Pochkalarimiz ham bormi? Pochkalarimiz bor. O'zimda sex bor, bilasiz qiroq.
ichkarida bormi? Bitta ko'rsasak bo'ladimi? Yuring ketdik. Qani? Bo'ldi, Hamiddan. Yo, bismillah. Ko'pchilik insonlar aytadi, nima arzon, sifatsizmi deydi. Albatta. Akamizni sexi o'zida-da shuning uchun ancha arzon sotadi. Mana kelavering. Ishlab chiqarish o'zimizda qirol. Keyin tarqatadi. Vohaga ham chiqarasa aka, Chiqaraman, hamma yoqqa chiqaraman. Kim olaman desa, mana muammo joyi yo'q. Mana qarang. Mana shu forchkalar bizga qarashli bo'ladi. Optimga chiqaramiz. 30 ga 40 dan 120 ga 160 gacha. Qarang, 70 mingdan 220 minggacha ichidan liboyin tanlab olaveradi. Razmeriga qarab skidka qilib beraman. Optim narxda. Yigitlar ham ishlayapti. Mana shular ponni shunaqa. Patagonliklar hammasi bor. Nima kerak bo'lsa, shu yerdan xursand bo'lib, oilasiga ortkizib bir akala go'sht olib borsa, men o'shanga xursand odamman qirol. Ustalarim original mana uylangan yo'q, hali qirin chiqarib yuribdi. Qo'llari gul bollar. Manzil tegindi, hojibo. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod rayon 3 o'g'lon savdo do'konidanman. O'g'il bolalar do'koni qani desa, bexijolat kelaveradi men shu yerda. Xalqimni yaxshi ko'raman, xalqimga xizmat qiladigan degan odamman. Bizdan keldi desalaring, endi boricha skidga qilib, keyin yaxshi gapirib beradi aka. Muammo joyi yo'q. Yasha, tanijonlar sog' bo'lsin. Keyin mana ularni ham aytib qo'ying, 90 ga 140 dan 120 ga 160 gacha mana shu profillar ham kelgan, optimda uzil kesil yagona. Turgan joyimdan aytganman, 20 km 4 tomonda oqtaraveradi. Romimdan bitta topsa, bittasini padarkaga beraman deganman qilol. Labzi halol odamman. Bundan uzil kesil aka sotolmaydi uncha-muncha joyda. Xizmatini qiladi, divayni aynak dorilangan kачествоsi yuqori. 90 ga 140 dan 120 ga 160 gacha bo'lgan romlarimni narxi 600 mingdan beraman. Alloh rozi bo'lsin. Zo'r, maşallah. Nazar qilaman, shepini olaman, zo'rini olaman degan bo'lsa, men shu yerda qirol, xizmatdaman, doimo xalqim bilan bilaman. Abrazeslarni qo'yib qo'yganman. Kameralar. Mana 10 bittadan kameralar, familiyat to'lganlar aniq, bexijolat aka, baquvvatlari mana menda. Shepini olib maza qilaman desa, men shu yerda hozir. Xonalari bemalol kelaversa, videoga bittadan like bosib, imorat qilyapti turgan tanishiga bu videoni yuborib qo'yinglar. Yeshik romga endi 3000 dollar, 4000 dollar pul qilishim kerak degan do'stlarga yuboringlar. 10 millionga bormasa masjiddan ortganiga to'ylar qilib va kelinlar olsa, men o'shanga xursandman. Endi boshqa kamini ko'tarib oladi uyda. Ko'tarib oladi. Yuqilish oson emas. Mana biz shunday qo'ldan chiqarsak, xursand bo'lamiz. Akamizni labzini oldik, kelaverasiz, qadrdonlar. Xizmatdamiz, xalqimni yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling. Zo'r arzon qilib berishga harakat qilamiz doimo.